Assalamu alaykum arzuyum tam pişiriq salonidagi xonimlar. Bugun o'tilmoqchi bo'lgan darsimiz duxovkada yumshoq non pishirish usuli. Bu non ketilgan materiallar bo'lsa, mana xamir turishdan cho'ng tomoq qo'shiqda 2 qo'shiq xamir turish, 2 qo'shiq shika, 1 cho'ng tomoq qo'shiq tuz. Undan keyin mana sutda ilman sütün 750 gram ilman süt, ilman sütün 210 gram ilman su, 100 gram su may, maundan 9 stakan una, muşunda stakan ölçüdük, muş stakanda 9 stakan un aldık. Bununla mani ziyadesi ap koyduk, 10 stakan un. Ondan keyin bunun üstüne zinnetleş için 2 tane tuxumniki siyirığı, 2 qo'shiq, 2 tomoq qo'shiq qatiq va zinnatlash uchun qora kunjut ketadi xonimlar. Endi buni tayyorlash bosqichi esa oldi bilan bir quruq qochimizga 100 gram suvimizni quyib olamiz. Buni quyib, buni tashi cho'rlarga so'mayni maylab olgandan keyin, undan keyin tuz, shakar bo'ldirg'uchimizni solamiz. Ondan keyin bununla suyumuzni quyamiz. Ondan keyin tayyor qo'ygan sütimizni, ilman sütimizni quyamiz. Quyib, buni qo'limiz bilan yaxshi aralashtirib, shu shakar, xamir turishlarni eritib olgandan keyin unni oz-ozdan septirib xamir yo'g'iramiz xonimlar. Mana xonimlar, oldi bilan unimizning yarmini quyib oldik. Yarmini quyib elib, buni elashtirib, qog'oz unni oz-ozdan quyib turib, qo'lga chaplashmagan darajada yumshoq xamir yo'g'irib olamiz xonimlar. Chunki xamirimiz qancha yumshoq bo'lsa, bizning nanimiz shuncha o'xshaydi. Mana xonimlar, shunday bo'sh holatda xamir yo'g'irildi. Mana shunchalik bo'sh. Endi 9 stakan unimizdan yana ozroq unimiz eshib qoldi. Ammo 1 stakan unni ishlatmadik. Endi buni shundoq unni oz-oz quyib turib, mo'ljallab 10 stakan un olgansak, shunday yumshoq xamir yo'g'irib olsak bo'ldi xonimlar. Endi buni ustini maylab, xoshoda sollarimiz bilan yepib, bo'ldiramiz. 1 soat qo'yib bo'ldiramiz xonimlar. Bo'ldirgandan keyin ikkinchi bosqichimizni boshlaymiz.